kelgan payti qaltirab, O'rtoqlar, suvi tiniq turishini qaranglar. Motorning ishlashini qaranglar. Zavodskoy holatda ishlayapti. Yangi motor qanaqa ishlash kerak bo'lsa, xuddi shunaqa ishlayapti. Bugun qabul qilgan Buxorodan kelgan mashinamiz. Mashina kelgan holatida qaltirab uchib qoldi daji. Katta detonatsiya bilan Buxoroda motor ochish kerak degan tashxis qo'yilgan edi. Akam o'zlari, mana aka rezultat qanaqa bo'ldi? Mashina kelgan holatida qanaqa edi? ko'nglim to'ldi, rezultat zo'r, xudo xolasa. Kelgan payti qaltirab, вообще Uchib qoldi daji. Qo'ldaydi. Hozir bos yo'lda o'zimiz sinab ham ko'rdik. Dahshat. Rezultat xuddi yangidek bo'ldi. Aka, gap yo'q. Rahmat ishonch uchun. Bu hech qanaqa montaj, hech qanaqa bo'rttirish emas, akalar. Bu realniy narsa. Shuning uchun men bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Qayta aytaman, motor ochmanglar. Bu motor uncha-munchaga o'lmaydigan motor. Bitta arzimagan, sizlarga videolarni ham qo'yib beraman. Buxoroda shu motoristlar klapanlarni kameraga tushirib, almashish kerak degan tashxisda qo'yilgan. Biza buni uveren etdik, что qilib bera olamiz. Rezultat qilib berdik. То есть bu motor arzimagan, benzinni nagarni hisobiga kompressiya yo'qolib qoldi, qaltirash kuchayib ketyapti. Natijada usta akalarimiz, motoristlar meni yomon ko'rishi mumkin. Buni qo'pol qilib aytganda ham operatsiyasiz buni muolaja qilsa bo'ladi degan narsa. То есть motor ochmasdan ham qilsa bo'ladi buni. Mana biza живой misol rezultat qilib beramiz. Buni videolarini qo'yamiz montaj jarayonida. O'shaning uchun yana qayta aytaman, motor ochmanglar akalar. Kelsanglar rezultat mana shunaqa idealni qilib beramiz. Ishonch uchun hammaga rahmat.